Tekin baliq yeyishni xohlarmidingiz? Unday bo'lsa videoni oxirigacha tomosha qiling. Toshkent shahridan atiga 40 kilometr uzoqlikda joylashgan bu joy o'zining qarsillagan tabiiy baliqlari bilan tanilgan. Toshkent shovqinidan uzoqda, daryo bo'yida qarsillagan tabiiy baliq. Bundan yaxshiroq yana nima bo'lishi mumkin? Daryo bo'yidagi sharshara shovqinlari va tinch tabiat bilan o'ralgan muhitga kelib, dam olish va ilhom olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Instagram tarmog'i orqali kelgan mijozlarimizga limon choy va sous mutlaqo bepul. Kommentlarda eng ko'p do'stini belgilagan mijozlarimizga ushbu baliq mutlaqo bepul. Tezroq joylaringizni band qiling.